Amaki, biz 2 kundan beri hech narsa yemadik. Iltimos rahim qiling, bir luqma ovqat bering. Necha kun yemaganingiz bilan meni nima ishim bor? Sizlarga karvonsaroymi bu yer? 2 tirranchi gadoy. Ketinglar. Voy. Xo'jayin, bolalarga 2 kosagina ovqat bering. Ha. Pulini beraman. Hozir zamon shunday. Puling bo'lsa yeysan. Yuringlar, ovqatlanasizlar. Olinglar. Nega yemayapsizlar? Biror narsa qo'shgan deb o'ylayapsizlarmi? Bu yoshingizda darsda bo'lishingiz kerak-ku. Nega bu yerdasizlar? O'qish pulini to'laydigan ota-onamiz yo'q. Xola, biz ham o'qishni xohlaymiz, lekin hatto ovqatga ham pulimiz yo'q. Bolalar, bundan keyin men bilan yashay qolinglar. Boy bo'lmasam ham, ko'cha supurib kun ko'rsam ham sizlarni ochlikda sovuqda qoldirmayman. Biroz tejab ishlatsak o'qishingizga ham yetadi. Xo'sh, rozimisizlar? Rozimiz. Biz rozimiz. Rahmat, xola. Unday emas, rahmat ona. Endi siz bizni onamizsiz. Yaxshi. Bundan keyin men sizlarni onangiz bo'laman. Bizga oila hadya etganingiz uchun rahmat. Oila. Men ham sal oldinroq bir bolamdan ayrildim. Sizlarga o'xshab bu dunyoda suyanadiganim yo'q. Sizlarga rahmat aytishim kerak. Sizlar menga oila bo'lib yashashda davom etishim uchun kuch berdingizlar.